Minecraft. Lekin har bir daraja oshganimizda bizaga random tarzda bronyalar berib boradi. Ushbu bronyalarning har biri qanday qobiliyat hamda xususiyatga ega ekanligini videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rib bilib olishingiz mumkin. Obunachilar, o'tgan videoda 5000 ta obunachi bo'lsak, yangi video chiqaraman degandim. Sizlar buni qilsizlar. Bu uchun kattakon rahmat. Biz 5000 ta bo'ldik. Bu videodan keyin yana yangi video chiqishini istasanglar, shunchaki kanalimizga bir dona obuna bo'lib, videomizga like bosib, agar sizlar obuna bo'lgan bo'lsanglar, do'stinglarga videoni tashab qo'ysanglar, u ham obuna bo'lsa, tezroq yangi video chiqaradi. Obunachilar, Minecraftdan content qilyapmiz, shuning qo'llab-quvvatlanglar. Nechta akkauntlar bo'lsa ham obuna bo'linglar. Tezroq biz ham 100 ming ta bo'laylik. Rahmat obuna bo'lgan bo'lsanglar, endi esa videoni oxirigacha ko'ringlar. Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaikboy, sizlarni yana yangi videoda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz bilan birga ancha vaqtdan beri ko'rinmay ketgan Pixjon. Hammaga assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Pixjon. Xullas, obunachilar, hammaga rahmat yana bir bora, chunki biz 5000 ta bo'ldik va aytib o'tganimdek endi yangi video. Xo'p do'stlar, bugun qanaqa video bo'ladi desanglar, Minecraft lekin daraja oshgani sari brunyalar almashib boradi. Ya'ni soddaroq qilib tushuntiraman, Minecraftda temirli, oddiy jun, tilla, almazli, neziritli branya bor. Va bugun esa hatto loydan ham branya bor, to'g'rimi bugungi videoda? Hatto loyna, hatto bedrockdan ham bor. Xullas do'stlar, mana buni qo'yamiz va sizlardan bitta iltimos, agar kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar va mana shu videoning orqasidan yana 2000 ga 3000 ta obunachi kelsa, 1 soatga qilsanglar ham buni sirasi yangi video chiqaramiz. Birinchi toshli aslahalar yasaylik. Obunachilar, o'zimizga keraklicha toshlarni oldik. Endi bundan bir nechta aslahalar yasaymiz. Qolganini Pixjon G'ijinbekka beraman, chunki Pix meni biratishgan bo'ladi. To'g'rimi Pix? Voy, nima bu? Ancha pedash nimagan, ancha quruvchi qoldi. Joyga ushlaman buni. Tovuq o'ldiramiz, yaxshi. Tebili qo'ymadik, skrisa. Qoldi. Birinchi darajada bizaga Pix mana bu qanaqa kiyim, loylimi? Senga qanaqa kiyim berdi? Toshlimi, pechkali? Yo, Zaikboy, to'xtang. Adashmasam daraxtni anom qilsangiz berish kerak, qarang. Yo, sразу pishirib berar ekan. Meni kiyimim qanaqa qobiliyatga ega ekan? Bilmadim, R harfini bosingchi. R nima? Kiyimizni tashlang. Sen menga tashlab do'stlar, Pixjonning kiyimini qaranglar. Luboy blokni nima qilib berar ekan Pix seniki? Zaikboy, Luboy blok emas, pishiriladigan bloklarning hammasini aniq beradi. Mana kiyib oling, yana tashladim. Короче, Zaikboy, qarang. Hozir R tugmasini bossangiz, aytdi disable enable chiqadi. Agar o'chirmoqchi bo'lsangiz, qizil yozuv chiqishi kerak. Короче, shunaqa. Bo'ldi. Xo'p, meniki qobiliyat yo'q ekan. Menikini tashlab ber. Xo'p, do'stlar, yaxshi Pixjondikka qobiliyatini ko'rdilaring. Ya'ni qani ko'ramiz, balki oxirida bedrockli bersa, uni qobiliyati qanday ekan. Xo'p, Pix ikkinchi darajaga harakat qilaylik. Mana tovuq topdim, mana shuni o'ldiraman. Bu yoqdagi yaxshi. Do'stlar, mana bu yerda va nihoyat ancha yurib sigirlarni uchratdim va shu yerdan ikkinchi daraja bo'lamiz. Hozir men o'ldirib ko'ray mollarni. To'xtang, o'ldirmang. Mana shuni o'ldirib pishirib bo'larmikin? Go'shtni pisharmikin shu narsa qilib. Cho'chqani o'ldirib ko'r. Pishar ekan. Yo'q, pishar ekan. Va ikkinchi daraja bo'ldik. Qanaqa kiyim bizaga? Mana buni kiyim desa bo'ladi. Buni qobiliyatini Yo'q, mabalo. Qo'lni tishing ekan. Voy. O'zidan o'zi o'q otar ekan. Yo'q. Voy, meni o'ldirib qo'yasiz hozir. Pix senikini qobiliyati qanday ekan? Hozir to'xtang. Meniki qobiliyatni mana qarang, Zaikboy. Ketmaydi balanddan tushdi. Bo'ldi do'stlar, qarang, uje ikkinchi darajadagisini qobiliyati shunday. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlar ham buni yuklab olishni. Yo'q, Zaikboy, uni qarang. Bilishlaring mumkin. Mana buni bir otamiz. Nima narsa bu? Ana qarang. Yaxshi. Ko'rinmayapti. Da. Bo'ldi, do'stlar, ko'rdik. Ikkinchi darajamiz. Yaxshi. O 3-chi daraja bo'ldi do'stlar biza. Mana buni do'stlar kiyim desa bo'ladi. Oynali. Men nima ko'rintirmayapti? Sanda ham shunday ko'rinyaptimi? Bilmadim.
Короче, manda bu kiyimni xususiyati menga daraja berar. Ye bo'lmasa menga daraja tashlatib ber, to'xta. Men ham daraja olib, birdan 4-darajaga o'tamiz. Daraja tashlatib bermaydi bu. Kiysiz keyin sizga daraja beradi. Ko'pmi, kammi? Keyin ko'rasiz. Bermadi-ku u. Aha. Beryapti. Oho, bo'ldi. Do'stlar, 4-darajani sirazi o'tkazib boramiz. Juda xursand bo'lib ketyapman va sirazi yechamiz. Ovqatlardan ham yeylik, ovqatlardan yeylik. Keyin 5-darajadan boshlasak kerak. Ovqat bering menga. Mana. Qizg'ancha bo'lasizlar. Xo'p, do'stlar, Bir dona. sirazi yechamiz 4-daraja bo'lishimiz bilan. Xo'p, Pikchon, qanaqa kiyim bu? Sendagi. Ana ent olamidagi qandaydir blokdan. Yo'q. Ana saqon o'ldirib yuborardingiz. Portlab ketar ekan bu kiyim. Do'stlar, albatta bunaqa video like, obunaga bosish arzisa kerak. To'g'risini aytaman, zombiniki. Bu yoqqa zombi. Zombini o'ldirni dada. Meni ham o'ldirib yubordingiz. Yo'q, qochish kerak. Jonim qoldi. Xo'p, Pikchon narsalarni oladi. Bo'ldi, narsalaringni ana yerda qo'y. 5-darajaga harakat qilishimiz kerak. Menimcha, ajoyib. Bor ekan, yana baliqlardan 5-daraja bo'lmasa bo'lmaydi. Ular qochopti. Yaxshi. 5-daraja bo'ldik va bizadagi keyingi kiyim, do'stlar, biza keyingi darajada Pix bu qanaqa kiyim ekan? Ender jemchukli kiyim kiyib oldim mana bu. Ender chest. Command blokli kiyim ekan bu. To'xtachi. Nima qilar ekan bu? Reni bosaylikchi. Nimadir chirin ketdi. O'ladi. Vaqt to'xtatsa kerak bu. Yo'q, vaqt to'xtatmaydi bu. To'xtang. Yo'q. To'xtang, nima qildi hozir? Tushunmadim men. Tamam, men hayron qolyapman shu narsaga. Do'stlar, xo'p, nima narsa ekan bu? Xo'p, bu kerak emas. Obunachilar, ming bor uzr. Biroz vaqtlaringni olaman. Shu joyda sizlarga o'zimning Zaik Boy Vlog nomli kanalimga obuna bo'lishlaringni iltimos qilardim. Sababi bu yerda bir-biridan qiziqarli shaxsiy hayotga oid kontentlarni topishlaring mumkin. Misol uchun 12 soat odamlar gavjum joyda musor terish yoki 12 soat davomida 1000 ta press ishlash mashqini bajarish. Obunachilar, ishoninglar, bunaqa kontent aniq sizlarga yoqadi. Shuning uchun bir dona like bosib, kanalga albatta obuna bo'lib, kommentariyadagi eng ko'p yozilgan izoh to'g'risida video qilaman. A few moments later. 6-darajadagi bizani kiyim, lekin Pikchon ayrim sabablarga ko'ra videoni bu yoqqa qatnasha olmaydi. Xo'p, bu kiyimning qobiliyati qanday ekan do'stlar? Bu kiyimning qobiliyati bilmadim, qanaqadir kiyim ekan bu. Xo'p, kelinglar bo'lsa dag'ara sindiraylikchi. Bu daraxtdan hech qanaqangi o'zgarish bermadi. Xo'p, oldin ko'mirlar bo'lardi Minecraftda. Hammalaring bilsalaring kerak. Ya'ni biz o'sha ko'mirlardan zo'r natijalarga chiqsak bo'lardi. Hozir lekin hech qanaqa ko'mir yo'q. Xo'p, mayli, davom etishimiz kerak. 6-darajamiz atiga. Ko'ramiz o'z qanaqa berganligini. Xo'p, nima deyapti? Respawn. Respawn bo'lar ekanmiz. Yaxshi, mayli. Chalg'imaylik, daraja to'plashda davom etamiz. 10-darajada qanaqa kiyim berar ekan bizga? Xo'p, yaxshi. Do'stlar, agar mana shu videoda 3000 ta like hamda 2000 tadan ko'p obunachi kelsa, men bu modni sizlarga Telegramga tashlab beraman. Uni o'zingizlar bemalol mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Eslasha shuncha hozirda o'zida like bosinglar, bu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar desam ham xato bo'lmaydi. Xo'p, okeanga qaraymiz. Okeanga delfinlar, moblar, boshqa ilojimiz ham yo'q bizda. Yaxshi. Good. Mayli do'stlar, boshqa narsadan daraja olsak ham bo'ladi. Misol uchun mana bu toshbaqa janoblaridan uzr. Zombidan ko'p daraja beradi deb eshitganman va bizning yangi kiyimimiz pushti rang kiyim ekan bu. Mana senga. Mana xullas,
Buni qo'shimchasi soft file degan qo'shimcha ekan. Bu ham o'ziga yarasha qobiliyati bor soft file'da. Xo'p, soft file inglizchasiga nima? Xolos men bilmayman. Aytib o'tgandek, hamma kiyimda qobiliyati bor. Xo'p, 9-darajani kutyapman juda intiqlik bilan, sababi uju kuchayamiz biz ancha va 10-daraja bor hali. Ko'ramiz hozir hammasini. Biz ungacha oddiy davom etishimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Menimcha bitta mob o'ldirsak uju 9 bo'lamiz va yana ko'ramiz. Va 9. Bizning keyingi kiyim 1 hour later. Yo. Asalli kiyimmi bu? To'xtaylarchi, bu qanaqa kiyim ekan? Asal sifat kiyim ekan. Xo'p, mayli, to'xtaylar. 10-darajaga. Xo'p, 9. 9ga qanaqa kiyim berishini ko'rib oldik va 10-daraja qoldi so'ngisi. Tepaga chiqamiz hozir va ko'rib olamiz. Yaxshi darajasini oldik, shu stirimiz. Xo'p, tepaga ko'tarilaylikchi do'stlar, nima berar ekan bizga? Qo'ychalar kutib turibdi bizni. Hammalarni yaxshi ko'raman. Mana, obunachilar, iltimos, yana aytaman, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Tezroq 100 mingta bo'laylik biz ham. Mana mehnatni boshlaganmiz. Sizlardan shunchaki obuna bo'lib qo'yinglar, jigarlar. Sizlar uchun har kuni kontent qilaman. Agar har bir videomizdan 3-4 ming, 5 mingtalab obunachi chiqsa, har kuni video qilaman. Sababi hozir Minecraft'ter ko'p Minecraft'terlar hozir kontent qilmay qo'ygan. Men esa aksi ko'p kontent qilaman. Faqat sizlar podeshka qilib obuna bo'lsanglar bo'ldi. Tilimda ham sepib chiqib ketdi uzr. Xo'sh, qani qayerda nima bor? Moblar ko'rinmayapti. Menimcha moblar issiz yo'qolgan. Yana okeanga tushamanmi deyman do'stlar. Ko'mir. Mana bundan yaxshigina daraja olsak bo'ladi, o'ziga yarasha. Nice. Xo'p, do'stlar, qani ko'ramiz 10-daraja bo'lamizmi, yo'qmi ekan? Menimcha bo'lamiz. Xo'p. Bedrockli kiyim. What the fuck, bro? Kak? Bu nima qilar ekan hozir shunda? Yurishi sekin. To'xtaylar. Misol uchun o'zimizni Xo'p, bedrock nima deyapti? Xiyalti. Boss, Roski, qaranglar, maksimalni izlar. Ko'p qo'shimchalar bor ekan. Mana videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kattakon rahmat. Sababi deyarli juda ko'p hozir kiyimlarni kiydik, ya'ni daraja orqali. Agar shartlar bajarilsa, men sizlarga bu mod tashib beraman. Bemalol o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Hammaga xayr. Sizlar bilan Zayik boy. Keyingi videogacha ko'rishguncha